Assalomu alaykum akalar. Tuzilmishlar. Mana bugun sizlar bilan Ice Horror'ni kompyuter versiyasini o'ynab mazza qilib dam olamiz akalar. Hozir normaldir. Tak. Bunda 3 ta o'zi o'rgani bor. Oddiy, normal, keyin o'zi qiyin bor. Bunda birinchi normalni ko'ramizmi? Birinchi casualni ko'raylik. Just wanna talk about this breaking business. You could get at least 1 key packs. I have the front 2 key. Anything else? Make a map. That place is huge. Level casual. Fine. Atliga 12 ta xaltachani top deydi, keyin chiqish eshigiga kel deydi. Hide or run from threats. Preserve your stamina for dire situations. Use a map and eyes to move safely. Okay. Opa bizni qo'llab beradi unda. Nomi? Bu eski versiyasi, adashmasam. Bu Ice Horror'ning eski versiyasi. Lekin qaranglar, bu kачествоsi, to'g'riroq grafikalari zo'r. Telefondagi versiyadan zo'r. Eski bo'lsa ham. Chunki ochilib, chunki telefon versiyada fonarik bormi yo'qmi bilib bo'lmaydi, o'zi yorug' bo'ladi hamma yo'qni. Keyin mana bu yerda telefon versiyada unga urilib bo'lmaydi, mana shu nima deydi, narvonga. To'g'ri ichidan o'tib ketadi. Bunda urilsa bo'ladi mana. Bunda sakrab ham bo'lar ekan. Telefon versiyada sakrab bo'lmaydi. Boshqa mana yana bitta qoldi. Opa bu yerga qaytib borgan shekilli. O'zi ham konkursganmi deyman. Opa kelyapti. Opa yuribdi shu yerda qaytib. Yopishing. Bunda lekin opa ba'zi bir xonalarga ham kirib ketishi mumkin ekan. Kalit. Mana bu yerda xaltacha. O'zi qo'rqadigan o'yin emas bu. Shunchaki birdan kelib qolsa odamni qo'rqib qolishi mumkin. Bunda chalib bo'lmasganda, chalib bo'lmasgan. Telefon versiyada chalsa bo'lardi lekin. Nega men bitta ham ko'z topmadim? Devorlarga yashlab qaramadimmi? Devorlarga qaradim, yo'q. Nega ko'z yo'q? Ko'z yo'q akalar. Men bor ekan. Voy, yun kelishini qara buni. Nima uchadingizmi? Yop. Kirib ketmasin.
Oddiy-ku, oddiy anodagi uровеньdagi sekinroq yursa, nima tez yurib odamni qo'rqitib nima kerak bor? To'g'rimi aka? Bu kim birov qarab turibmikin deb man qarab turibmiz olib o'tib ketdi. Akasini qaraymiz. Alik opam bergan kirib ketish mumkin-da. Yurib sal opam. Yurgan paytida birga sporing. Yugur, shaftoli. Vay, opa yana piyo yeyapmiz. Yana to'rtta topish kerak. Tuz ikkitasi bor. Bu tugadi. Oddiyda bu. Opa qattiq tutdi. Opa patvolda ekan. Deb tushgan paytda o'zlari yomon bo'ladi. Kelib qoldi. Xayriyat. Chiqdik akalar. I congrats man, nicely done. Bizga qo'ng'iroq qilishmadi. But I want to talk now, sorry. I feel like something Malades. Bunda normalga ham qo'yamiz. Bunda lekin normal bor-ku. Bundagi normal telefondagi hard bilan bir xilda. Ana opam tez yurishi. Endi bosamiz. O'sha boshi boyaga guringlar. Level normal. Uyga kirdi hozir. Lekin nimaga mana shu xonadan paydo bo'ladi? Tushunmayman. Nega xaltasi yo'q? Bitta ham xaltasi yo'q. Deymizda ketaveramiz. To'rtta bo'ldi xaltasi. Men qo'ya kalit topdimmi? Voy, oxirigacha aylanib ishlasa bo'ladi buni. Kalit topdim. Bunda akalar eng qiyin joyi podvalda qochish. Podvalda yurib, opa kelib qolsa podvaldan qochishda. Chunki podvalda berkinadigan joy yo'q. Tez yurgandan keyin stamina ham tugab qoladi. Tez yurgandan keyin stamina ham tugab qoladi bunda. Shuning uchun menga podval yoqmaydi. Podvalga tushish, podvalda yurish.
bo'lsa hozir men shu qavatda yuribdim. Pastga tushib ketsin-da ish qilib. Pastga tushib ketsin. Yaxshi pastga tushib ketdi. Voy yomon tez yuradi. Hali bu normalda bunaqa deyiladi. Harfda qanaqa bo'lar ekan? Marzulaganni deyman. May armay hech deganday boshlayman. Aka debman. Opa qatdi. Chur. Yo'q. Menimcha arra topmadim. Yo'q, topmabman. Uchirdim. Voy. Men opa qatdi. Opa. Qancha qatdi. Tez yapıyorum. Vay. İyisinden çıkıp yetti bir yerde anam çakmak çaksın. Yok. Kombinasyon top. Kombinasyon top çıkıyor. Müziğe koyalım. Yok. Save combination. Combination top. Deyimizde printer'a çıkıyorken köz alıyoruz. Bakaya gitti. Apa yana tepeye çıktı. Ben coba o'ng tarafdan ketdi. Pastga tushib ketdi. Podvalga tushibdi. Nechta topdim xaltachani? Nechta topgan bo'lsam ham shu podvalga tushadigan bo'lmasa kerak. Voy, 15 ta. Eshik qani? Voy. Hozir kamida bitta 16 ta bilan chiqib ketaman. Yana 4 ta topishdi. Bu yerdan tezroq chiqib ketish kerak akalar. Opa bu yerga kira oladi. Yopil. Opa pastga tushdi. Podvalga tushmadi. Podvalga tushdi. Ketdik. Mana eshik bor. Qatdan chiqadi. Uy. Kir. Qo'y. Opa bu yerga kiradi. To'g'ri. Sal qoldi. Opa bu yerga ham kira oladi lekin. Sal kattaroq ochiq tursa kiradi. Opa hali podvalda yuribdi. Podvalda biz hali 4 ta topishimiz kerak akalar. Deymiz. Bunda opa pastga tushmasin. Voy qo'rqib ketman bundan. Opa tepadan kelib qoldim mana. Voy. Krislan yuzini qaraydi. Voy. Qo'rqib ketdim. Oddiy sham qo'yadigandan qo'rqib ketdim. Opaga
kelib qoladi deymanda. Shu bu yoqlarga borgim yo'q-da. Voy nima. Opa kelib qoladi. Voy, qanaqa bu? Qanaqa? Voy, o'zi bittagina xalta qolgandi. Voy maraz. O'zi bitta xalta qolgandi. Nimaga kirib ketadi bu? Eshik yopildi-yu. Kalit. Voy, bitta qoldi-ya. Biz oynashda davom etamiz. Hali bu normalda shunaqa bo'lyapti. Lekin xatda qanaqa bo'ladi bu endi? Ko'zim yumib ochguncha oldinda bo'lib qolar bu opa. Xatda. Ko'rgan bir kesim opa. Yop, bu yerga ham kiradi bu. Chiqib qoldim hozir. Tepaga chiqib ketdi. Pastga tushib ketsa bo'lmaydimi? Pastga tushib ketdi. Pastga tushdi. Ket. Yur. Bizga to'rttasini tayyorlab qo'yishibdi. Xursand qilib. Menimcha tepada shaftoli ham bo'lmasa kerak. Mana aytdim. Buni ikkita 8 ta bergan. Kombinatsiyasi yo'q ekan. Shaftoli ham. Mana kombinatsiyasi. O'zi faqat shu xonada bo'lsa kerak. Bo'lasi kerak kombinatsiyasi. Yur. Voy, nimaga kirasan bu yerga? Ay, nima qilsa bo'ladi bu opani akalar, aytinglar. Men hartni o'ynamayman bor.
3 marta bu Normanni o'ynayapman. Bu Norman emas, bu dishni xaritib qo'ysinlar buni. Becoming xaritib qo'ysinlar. Normanga o'xshamaydi-yu. Bitta xalta. Mayli. Kemiy qolar. Qolib ketar shu yerda kemiy. Nahotki xalta yo'qmi debdi. Yerga kirdim. Girdim. Tezroq uyga kirmasak. Chiqsin. Pastga tushib ketsin. Pastga tushib ketsin shu. Tepaga chiqmasin. Ana pastga tushdi. Tushdi. Ketdik. Bu nima bu? Bu Orol bilan Ajdarning kombinatsiyasimi, ha? Keldi, kir. Bu oramizda pastga tushamiz. Nimaga bu yer? Mana bu yer boshqacha. Bu rasmmi? Toshdan rasm. Juda g'alati badi. Arra chiqmadi shu. Nimagadir arra yo'q. Kelib qolsa mana bu bo'ladi. Mana kirguncha orqamga kirgan bo'ladi. Muzika qo'yib yuboraylik. To'rtta bir ekanmiz. To'rtta bir ekan. Oley. Voy, shaftoli ham yo'qmi? Voy. Papa bog'ning tepaga chiqdi. Yo'q. Voy. Yana o'ynaymanmi endi buni? To'rtinchi marta bu.
qancha marta qo'ysangchi. Opayam mujikmas ekanda. Tushib ketdingmi? Yurchi pastda, tepada balo bormi? Bitta xato. Ay, balo bormi qichqiribdi. Все, что нужно? Bu yerda shaftoli ham yo'q. Unda kelib qoladi. Bundan keyin qonadi. Ya. Bino eski, to'xtaydi. Bino eski. Mana bu printerga qaranglar. Bu zamonaviy printer-ku. Bino eski, mana mayli bular eski. Eski. Mana bular ham eski bo'lsa kerak. Yani bilmadim kerak, lekin mana buni qaranglar. Bu zamonaviy printer-ku. To'g'ri, sal katta. Zamonaviy. Bila bu. Tepaga chiqyapti. Pastga tushdi. Eng pastga tushdi.
Voy, ana o kombinatsiyani ochmadimi? Voy, mayli hechqisi yo'q. Nechta topishim kerak? Balki u kombinatsiya ichida yana yo'qdir xaltacha. Opa lekin ko'p qolib ketdi pastda. Nima qilyapti o'zi? Mana. Meni opa tepaga chiqib ketsa, juda zo'r ish bo'lardi. Ani opa. Ketdik. Yur, Ronelga. Necha kun yur. Qancha yur. 16 ta. Voy, savar kam top. Bu kelib qolsa yomon-da bu beriga. Ya, chirib ketadi-da bu xonaga. Aytganimdek mana keldi bu ham. Yurishini qaraydi, turib so'ngini. Chiqib ketyapti o'zi. Chiqib ketyapti. Chiqib ketdi. Voy, nahot chopa. Chiqib ketdi-yu, lekin o'zi ko'rmadi. Zo'r o'ldi. Ko'rmasin-da. Ko'rib balo bo'lamiz. Kalit yo'q. Nimaga kalit bo'lmaydi? Iltimos. Chiqib keting endi, mana shu safar chiqing. Opaqat yuribdi o'zi. Bilmayman, opaqat yuribdi. Chiqing, iltimos. Mana shu safar chiqing. Da. Xayriyat-ey. Nechta urinishda? 4 tami? Xayriyat-ey. Xat qanaqa bo'larkan endi? Lekin xat juda qiyin bo'ladi-da bu. Mayli hozir bitta proba qilib ko'ramiz. Bitta proba qilamiz. Agarda bitta proba qilaylik akalar, shu bitta yutamizmi, yutqazaman. Farqi yo'q. O'zlarimcha yarim soatcha ham bo'lib qo'ygan. Hozir o'ynaganim to'g'ri. Yarim soatcha bo'lib qoldi shekilli. Hard qaraylar, bu hard level degan. Nechta 25 tami, 30 tami yig'ish kerak-da. 30 ta yig'ish kerak. Hardda bu yomon tez yuradi bunda. Yana 30 tani yig'ish kerak. Nimaga buni uzatish uchun edi? Yo. Voy. Yey. Ko'rdinglarmi? Eshik yopilmas to'g'ri kelyapti bu. Qo'yinglar akalar. Xartni keyingi safarga Manimcha akalar bugunga yetadi. Xartni keyingi safar o'ynayman.
Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin va albatta video haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar akalar. Hop. Yana qanaqa o'yinlarni o'ynashni maslahat berasizlar akalar? Albatta buni ham kommentariyada yozib beringlar. Hop. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat akalar. Joyinglar sog' bo'lsin. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin akalar.